Biz qanchalik sohamizni mutaxassisi bo'lmaylik, pulni boshqara olmaganimizni va uni to'g'ri yo'naltira olmaganimizni hisobiga ham bizni biznesimiz rivojlanmas ekan. Chunki biza o'zimiz zarardamizmi, foydadamizmi bilmaymiz, to'g'rimi? Oramizda juda ko'pchilik mijoziga narx aytishni ham bilmaydi. Mijoziga amallab narx aytib pulini olgandan keyin xodimlariga necha pul berishni bilmaydi. Yoki o'sha tashqaridan boshqa bir insonlarni berayotgan narxiga qarab narx belgilaydida, oxirida o'zini xarajatlarini puli ham chiqmaganini guvohi bo'ladi. Va mana shu jarayonda bu bir emas, bir necha yuzlagan takroriy holat bo'lgandan keyin tikuvchilarda выгорание bo'ladi. Ya'ni o'ta darajada charchoq hissi, energiya tugashi, endi pulni gapirmasam ham bo'ladi. Keyin nima? Qachonlardir sevgan qalb kasbimizdan sovishlik boshlanadi. O'zimizni boshqa sohaga uramiz. Qatta pul bo'lsa o'sha yerga uramiz. Yoki umuman yig'ishtirib qo'ya qolamiz. Yoki taqdirga tan berib, biz o'zbek ayollar juda sabrlimiz-ku. Taqdirga tan berib, necha pul bersa ham sabr bilan o'zimizni qiynashni evaziga juda ko'p vaqt sarflab, energiya sarflab, kam pul topib yuraveramiz. Lekin mashinani ko'rsa o'zi qaltiraydigan darajaga kelib qolamiz. Oxiri qachondir o'g'limiz katta bo'ladi, toparmon tutarmon bo'ladi, o'zini yo'lini topadi, yo bir erimiz ish yaxshi bo'lib ketgandan keyin Xudoga shukr, endi shularning ishi yaxshi bo'ldi, endi men ishlamasam ham bo'ladi deymiz, deb to'xtatamiz. Lekin biz bilishimiz kerak, bizning maqsadimiz bu ishdan faqat pul bo'lmagan-ku. Inson qalb kasbida rivojlanish xohlaydi, ayniqsa ayollar, to'g'rimi? Ishoninglar, o'sha eringlar topayotgan katta pullar ham, o'g'linglar uyga olib kirayotgan katta pullar ham sizlarga hayotinglarni mazmunini ta'minlab bera olmaydi. Ma'lum bir muddat sizga xursandchilik olib kiradi. Ma'lum bir muddat sizni ehtiyojlaringizni qondirishga yetadi. Lekin siz o'sha pulga ham to'yinganingizdan keyin yana o'ylashni boshlaysiz. Hayotdan falsafam nima o'zi? Men ham qachonlardir Instagram hozir rivojlangan bizda, televizorlar rivojlangan. O'tiramizda ko'ramiz, ani fashionlar qilayotgan, chet ellarga chiqqan, zo'r kolleksiyalar chiqarayotganlarni ko'ramizda. Men ham bir paytlar dizayner edim, men ham bir paytlar tikuvchi edim, lekin rosa charchab ketganman. Aniq qiyin bizning ishimiz. Igna bilan quduq qazigandek mashaqqati bor deb o'zimiz ovutib o'tiramiz. Yoki qachonlardir bir zo'r bo'ldim, keyin charchadim, keyin o'sha uyda o'tira qolay dedim, o'g'lim topa qolsin dedim, erim topa qolsin dedim deymizda. Mana shunaqa o'zimiz chalg'itadigan faktorlar bilan aldashni evaziga orzularimizni, maqsadlarimizni, xohishlarimizni olamiz, shuni qo'yib qo'yamiz. Yo noto'g'rimi? To'g'rimi?